أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allohdan astoydil so'ra. Nega? Chunki o'zi yaratib qo'ygan bandasini hidoyatga soladigan Alloh. Xudodan so'rashimiz kerak biz. Ey Parvardigorim, farzandlarimni mendan ortib keladigan, dunyoga keladigan zurriyotni salomatlik qiyin. Iymonlik insoflik qiyin. Taqvolik qiyin. Halol haromni farqiga boradigan, vijdonlik, dinu diyonatlik, ota-onasini biladigan, oilasini sha'nini saqlaydigan, aka-uka, opa-singilni qadriga yetadigan, qo'ni-qo'shnilar bilan chiroyli bir muomalada, munosabatda bo'ladigan, do'stlar bilan go'zal aloqalarda bo'ladigan, Alloh taoloning bergan ne'matiga shukr qiladigan shokir bandalaringdan bo'lishligi. Ana undan keyin esa ilm ham iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Farzandni ilmli kelajakda tamagir bo'lib Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir mübarek hadis-i şerifleri var. Hakkul veledi alel veledi. Ota-onasida 3 ta haqqi bordir. An yuhassina ismahu idza wulida va yuallima al-kitaba idza uqila va yuzawwija idza adraka. Tug'ilgan vaqtda unga chiroyli ism qo'yish, ko'p qo'yish, aql egasi bo'lganda unga ilm o'rgatib qo'yish va voyaga yetganda o'g'il bo'lsa uylab, qiz bo'lsa chiqarib qo'yish degan mashhur hadis sharif bor. Boshqa bir rivoyatda shu haqni 4 ta deb kelingan ekan, degan ekan. Farzandni ota-onasida 4 ta haqqi bor. Ya'ni 4-inchisi qaysi ekan desa, ulamolarimiz 4-inchisi emas, birinchisi, ya'ni mana shu aytib o'tilganlardan avvalda turgan birinchi haqqi bor. Qaysi ekan desa, farzand uchun munosib ona topish degan ekan. Munosib ona topish. Mana hozir aytyapmiz-ku, farzandlar axloqi go'zal bo'lishligi, odobi go'zal bo'lishligi, tarbiyali bo'lishligi to'g'risida siz bilan biz ota-onalar mas'ul ekanmizmi? Esimizdan chiqarmaylikki, ota-onalar nechta jarayapti sanchi? Olib o'tadi, kasamni bera olsanglar. İki kişi arkadan bir yerden kasa alıp dursa arabayı yana tava veriyor. Anlaşamadım. Oldu. Sakısı bulmadı mı? Bak, bir kasa bir... Kasa mı kasa? Ne bozorda ko'rsa mana shu ustachilikdan xabari bor deb olmasa yine arava haydab yurgan. Jam kelib so'rayman mola.
zotga ummat o'laroq baxtga sazovor bo'lib turibmiz-u, lekin buning shukronasi va buning shukronasini ado etish borasida kamchiliklarimiz ko'pligini, mana shu borada nuqsonlarimiz borligini o'zimiz ko'rib, o'zimiz tan olib turibmiz bugun. Shakarov. Ana undan keyingi kunlarda hech nima ekan. Farzandning nafaqasini halol yo'l bilan topib berish. Baraka toping, baraka toping. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir davlatning kunlik biz Qashqadaryoda duo bering. Alloh taolo amin. Sizni bu dargohga bosgan qadamingizni uzr olsin. Inshaalloh. Bu olayotgan muolajangizni Alloh shifo qilsin. Amin. Qalbingizga, dilingizga, oyoqlaringizga og'rigan joylarda o'zi shifo qilsin. Alloh rahmat hazrat. Barakalloh. Soqolingizni Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir davlatning kunlik biz Qashqadaryoda duo bering. Alloh taolo amin. Sizni bu dargohga bosgan qadamingizni uzr olsin. Inshaalloh. Bu olayotgan muolajangizni Alloh shifo qilsin. Amin. Qalbingizga, dilingizga, oyoqlaringizga og'rigan joylarda o'zi shifo qilsin. Alloh rahmat hazrat. Barakalloh. Soqolingizni O'zim yotishim kerak. Bu narsani teri olyapti. O, nasib kerak qizlar ya. O, qizlar ya. Shular turam. Nima su? Yan taqdirda bizni olib yurlar. Rüyasıyla kuruyor, bozuyor, yakıl yaratıyor buradan. Hayır ara. Rüya. Dadalardan belirlenecek yılda koyalım. Can kendisi olmuyor mu oğlum? Temendesin ziyaret etmeye geldim oraya. Var diyeceğim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sana sorup Allah kahretsin. Rahmat. Bunu sağlamayın yürüme. Neden istiyorsun?